PUBG'dan ketdim. Da, noto'g'ri eshitmadinglar. Qolaversa, videodagi preview ham shu haqida edi. Kelinglar hammasini bir chetkadan tushuntirishga harakat qilaman. Menimcha, hozir hayolingizga bu prank yoki hozirgi paytda modaga aylanib qolgan hype deb o'ylashinglar mumkin. Lekin bu menga qiziq emas. Chunki men hozir hammasini bir chekkadan tushuntiraman. YouTube'da kontent qilayotganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, shu davr ichida juda ham ko'p hamkasb, o'rtoqlar, do'stlar orttirdim. Hammasi bilan aloqam zo'r, Xudoga shukr. YouTube men uchun shunchaki video joylaydigan platforma emas, balki hobbiyim va o'zimni yaxshi ko'rib qiladigan ishimga aylandi. Va shuning orqasidan tirikchilik o'tkazishni boshladim. Haligacha esimda, bundan bir necha oy oldin 100 mingta bo'lsak, biz PUBG partnyor bo'lamiz ekan, 100 mingta bo'lsak, YouTube knopka olamiz ekan, voydat deb baqir-chaqir qilib, videolar qilib, hamma yoqda baqir-chaqir qilib yurganim. PUBG partnyor ham bo'ldik, 100 mingta ham bo'ldik, knopka ham keldi. Mana shu yerdan boshlab, ammo lekin biroq degan joylar boshlanadi. Kelinglar, hozir buni ham yana ham batafsil tushuntiraman. PUBG Mobile qoidalariga ko'ra, influencer bo'lgan odam cheat config VPN reklama qilish mumkin emas. Kazino reklama qilish mumkin emas. Bookmakerskiy kontoralar reklama qilish mumkin emas. Ну, это само собой, естественно, men buni reklama qilmagan ham bo'lardim. Lekin degan joy bor. Akkaunt savdo reklama qilish mumkin emas. Rent reklama qilish mumkin emas. Va kezi kelsa, UC servis reklama qilish ham mumkin emas ekan. Buni o'zimning Telegram kanalim bloklangandan keyingina bildim. Da. Ana endi savol tug'iladi. Content makerlar, ya'ni influencerlar PUBG oylik to'lamas ularga tirikchilik qayerdan qiladi va qanaqa qilib qiladi degan savol tug'iladi. Qorni och olim ilm bilan shug'ullanmaydi deganlarda content maker ham pul topmasa, kontentiga e'tibori susayadi yoki kontent qilgisi kelmaydi yoki bo'lmasa o'ta ham bir musur kontent qiladigan bo'lib qoladi. Xo'p, YouTube bu tomoshabinlarni e'tiborini qozonish musobaqasi deb o'ylayman. Ya'ni qancha ko'p odam sizni ko'rsa, qancha ko'p odamni o'zingizga jalb qila olasiz, qancha ko'p odamni o'zingiz videoyingizni ushlab o'tirsangiz, oxirigacha bu shuncha ko'p prosmotr degani, shuncha ko'p reklama beruvchilarni sizga bo'lgan qiziqishi degani. Aynan hozir mana shu videoni tap etib ketishingiz mumkin yopib. Shunda YouTube buni qiziqarsiz yoki sifatsiz kontent deb hisoblaydi va shu holicha tashib qo'yadi, shu bo'yicha qoldiradi. Oddiy misol uchun, bunaqangi previewli videodan ko'ra, mana bunaqangi previewli video ko'proq prosmotr oladi, ko'proq odamlarni qiziqtira oladi. Bunaqa preview yasash hammani ham qo'ldan kelaveradi. Естественно, meni ham buni tan olaman, buni yashirmayman. Bu hammaga ham berilgan qobiliyat emas. Bundan kelib chiqadi, samo soboy biz dizaynerlarga murojaat qilamiz. Dizaynerlar ham samo soboy tekinga ishlamaydi. Shu va shunga o'xshash content makerlarni kontenti uchun o'zlarini chiqimlari bo'ladi. Hammada har xil bo'ladi. No, endi aytaman-da, hammada bor umumiy bitta chiqimlardan bittasi bu preview. Shunaqangi kontentiga chiqimlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi to'g'risini aytaman, kontentidan pul topmaydigan odamga bu chiqimlar og'irlik qilib ketadi. Natijada sifatsiz kontent kelib chiqadi. Endi bitta yechim bor. Dropga o'xshagan saytlar reklamasi qoladi. Bunaqangi reklamalarni o'zbek segmentida yaxshi qabul qilinmaydi va reklama qilgan content makerni qisman yoki katta reputatsiyasini yo'qotishiga olib keladi. Men bo'lsa bunaqangi reklamalarni o'zimga ma'qul bilmadim. Shu sababli PUBG dan ketishga qaror qildim. Ya'ni bemalol o'zimning servisimni reklama qila olaman, bemalol o'zimning akkaunt savdoyimni reklama qila olaman, bemalol rent kanallarimizni, hamkorlarimizga reklama qila olishim mumkin. Va undan tashqari o'zimning qiziqishlarim ortidan ketmoqchiman. Ya'ni Let's Play yo'nalishi. Bugundan boshlab kanalim Avogadro PUBG emas, Avogadro Play bo'ladi. Va u yerda har xil trenddagi o'yinlarni o'ynab kontent qilmoqchiman. U bo'lishi mumkin Mobile Legends yoki CS2 yoki yangi chiqqan qanaqadir kooperativ do'stlaringiz bilan o'ynab vaqtni yaxshi chog' o'tkazadigan qiziqarli videolar, o'yinlar bo'lishi mumkin. Yoki-da syujetli proxождениялар ham bo'lishi mumkin. Sizda естественно savol tug'iladi. Biz sizni PUBG dan taniganmiz-ku. Biz siz PUBG orqali ko'rardik-ku. Endi nima bo'ladi deshinglar mumkin. O'tirmanglar. Bu yog'ini ham o'ylab qo'yganman. Men sizlar uchun PUBG videolar ham chiqaraman. Ya'ni bitta PUBG video, bitta Let's Play video, bitta PUBG video, bitta Let's Play video. Sizlarni tashab qayerga ham ketardim. Qanaqangi o'yinlar o'ynab video qilib chiqarishimni xohlardinglar? Обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar va shu o'yinlarni o'ynab video qilib chiqarishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Undan buyog'iga ham meni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar, podдержкада bo'lasizlar degan umiddaman. Aytgancha, mabodo kimgadir arzon, ishonchli va tezkor servis xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bemalol o'zimizdan UC ola olasiz. Deb begona qilmanglar. Siz shunchaki UC xarid qilibgina qolmasdan, balki bizni moliyaviy taraflama ham podдержка qilgan bo'lasiz. Rahmat.